Assalomu alaykum, xush kelibsiz. Qayerdasiz? Necha yoshdasiz? Nima muammo bilan kelgandingiz va nima uchun hozirgi natijangiz qanaqa? Assalomu alaykum. Men Surxondaryo viloyati Sherobod tuman Pashma qishlog'idaman. Uchoqish mahallasiga turaman. Men faqat suyak yemilish natijasida ajat chekkan edim. Oblastniy больницаga borib, eventiga tushdim. Faqat suyak yemilish 3-daraja oldi. Alchiraka degan vrachimiz. Uni operatsiya qilish kerak edi. Operatsiyadan oldin men o'zim ruxsat bermadim operatsiya qilishga. Keyin qaytdim, operatsiya qildirmayman deb qaytdimda, keyin taksiga ketib bir uzoq yaqin qarindoshimizni uchratib qoldim. Menga shu bir mahsulot bo'lishi, bir ichib ko'ring deb tavsiya qildi. Men shu mahsulotni oldim va ichib ko'rdim. 13 kunga natijasi tizzalarda og'rig'i to'xtadi. 24 kunga kelib qo'ltiq tayoqlarimni tashlab, hozir men qurilish ishiga yuribman. Qurilishlar. Mana hozir o'zimda mana natijasi. Mana hech qanday tizzalar yaxshi, yurishlar a'lo natija. Bu yemetini hozir mana yarim soat bo'ldi tushdi, mana suyak yemirishlar natija to'ldi deb hozir men Toshkentga tayladim. Suyaklar yaxshi, yemirishlar to'xtagan deb aytdi. Rahmat. Sog'lom bo'ling, kasal bo'lmang. Har doim mahsulotimizda doimiy ichishga harakat qiling. Sog'lom turmush tarziga qadam tashlaganingiz bilan sog'ayganingiz bilan ta'sir. Hozir ancha natija zo'r. Og'riqlar ham yo'q. Rahmat.